Salom do'stlar. Cho'ng bir xush xabar bor. Men hozir Mong'oliyaning Xobti o'lkasida. Mush atrofda bir Uyg'ur akamiz bor ekan. Hozir men uyini izlayapman. Men arqamdagi bino bo'lsa Xobti o'lkasining hukumat binosi. Men hozir mishaga yetib keldim. Men mush uchun bo'ylab manyapman do'stlar. Niyada soqchixona bor ekan. Yaxshimi? Siz qozoqmi? Mongol. I'm Mongol. Where are you from? I'm from China. Timur. Xitoydan keldim. Siz qozoqcha bilasizmi? Can you speak Kazakh? No. No. Bye. Bye. Men qozoqniki deb qopdim, men Mong'ol ekan. Men sugatim baka men yo'lida. Ruqiya qani? Hozir biz nega boramiz? Tağımızdan öge. Mağlam Uyg'urmi? Ha. Bunlar da Uygur. Bunlar benim kudam bo'ladi. Oo. Resmi? Uyg'ur qarindishimizdan topdim oxiri. Qaranglar. Men Uyg'urlar ko'chisi ekan. Bunlar Uygur he. Men Uyg'ur ko'chisi ekan, hamsa. Isbaq bormi? Tunishing keldi edi. Atas bedi. Yaxshimi, yaxshimi? Atang nima? Atın kim Didar? Gani. G'anima. Sizning ismingiz nima? Didar. Didar. Sizning ismingiz? Bahar. Bahar. Anqiz sizning dadangiz Uyg'ur. Ya. Siz burun bilmaydingiz o'zingizning Uyg'ur ekanligini eshitdingmi? Bir sesini bildim. Ha, 5 yoshingizda bildingiz. Kim aytib berdi sizga? Ben papamdan soradım. Ha, dadangizdan so'radingiz. Ya dadamdan soradım. Dadam aytdı. Sen Uygursun deb aytdı. O dengen men atam var qo'y. Isib. Ha. Atamdan soradım. O kişi de Uygursun deb aytdı mаған. Men biroq qasdimda nayman bo'lib жүрмін. Biroq men shin Rum, Ha. Uyg'ur. Mening qo'shnim Abdug'ani edi. Mening qo'shnimning ismi Abdug'ani. 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 Ha, hozir Yusufjon akamizni saqlayapmiz. Sen Qashqarga ekdaymi? Qashqarga boramsa? Qashqarga ekdibsan, Uyg'urchani yaxshi o'rgatib ekib qo'yma. Bo'lamda? Qashqarga opirma. Sen ham shu yiltizim Qashqarda asli. Qashqarga boramsa? Ma Qashqarga opirma. Ruqiya hozir paranglashadi. G'anijon, Bahargul, Didar bilan. Yusufjon akamizning dadasi allaqachon olamdan o'tgan. Hozir shu Yusufjon akamiz va Yusufjon akamizning bolalari, uning nevaralari ham ishada yashaydi ekan, ham Qozog'istonda yashaydi ekan. Qaraydigan bo'lsak, Yusufjon akamiz yangi uy so'libdi do'stlar. Abdug'ani ishlab ketibsan-ku. Tapqın etken komutsası. Uxlaydigan joy. Ha, rahmat. Ha. Bu benim ata apanın yıktığının komutası. Buna da Mabek cho'nkan-ku. sal. Zal. Buna da asi. Kokna. Ha. Tamak şirince. Ha, tamoq ichadigan joy. Tushundim, rahmat. Bu zaten benim atam ve apam agurot, akurtin, kavun, çilgi, visirit. Bunun üstünde kavalar var. Men ko'rdim. Ko'p kavalar bor ekan. Kava. Kava bormi? Kava visir zaten. Ha, kava o'sib ha? Ya. Mene visir koydu уже brive. O, cho'nkan. Hozir dasturxon hozirlabdi biz uchun. Biz kirib, choy ichib olaylik do'stlar. Abdug'ani nima bo'ldi? Sen ham o'sibdingmi? Men tavuz mishaning tavuz ekan. Hani iyi oldu. Yesin, mayli, chiqisi yo'q, chiqisi yo'q. Chiqisi yo'q. Mayli yesin demoqchi. Ha ketding siz. Bilayeli. Bila yeyli. Rahmat sizga, Didar. Sizga rahmat Bahar. Akaşık. Sizga rahmat Abdug'ani. O'qishiq dey. Akaşık. Sizin ayınız Amerika'da kapkara bulat. Amerikan odamlar qip-qora bo'ladi. Nega appak? Nima? Amerikaning odamlar odatda qop-qora bo'ldi-ku, siz nimishqa oq deydi. Mavla demakchi, Amerikaning odamlari qora, siz nimishqa oq deydi. Amerikada jiq xil ranglik odam bor. O'zimizning yurtga kelib qolgandek his qildim, shunchalik xush bo'ldim, shunchalik hayajonlanyapman hozir. Birdan turib akamiz bilan suhbat olib borman. Shu videoni sizlarga sunaman. Yaxshimisiz aka?
Ha, yaxshi. Uyg'urlarga salom berib ha? Assalomu alaykum. Tuqqanlar. Barliqlaringizga selam. Men buni Mong'oliyada turaman. Dadimiz shu Qashqarliq. Qashqardan Jingsay shahridan kelgan ekan. Dadimiz tugab ketdi, endi qolgan urpaqlar balalarimiz mana tuqqanimiz gap. Tuqqanimiz bilan paranglashib yaxshi bo'lib qoldik. Sizlarga bir salom endi. Rahmat aka. Dadimizning ismi Mahmudulla Yasin. Yasin degan. Dadamızın ismi Yasin şunama. Dadimizning ismi Yasin. Cho'ng dadimizning ismi Mahmud. Dadamız qanchinchi yili shu Mong'oliyaga yenib ketdi ekan? Dadimiz endi 1930 nechchi yil qo'y endi. 1930-yili shu Mong'oliyaga yenib ketdi ekan. Qashqardan shunama. Qashqardan. Biz misol endi dadimiz Uyg'ur adam endi Uyg'urcha so'zlaydi. Cheshimiz qozoq bo'lganidan keyin dadimiz tugaganidan keyin endi Uyg'ur endi yaxshi so'zlaydigan odami yo'q. So'dan endi qozoq bo'lib ketdi endi. Biroqda qarimiz Uyg'ur. To'g'ri. Dadimiz 86 yil 76 yoshda deb qo'ydik qo'y. Mana Yusufjon akamizning ayoli bizga tamoq yetib turyapti do'stlar. O'z qo'lida yo'g'irgan xamir, hozir xamir yeyapti. Rahmat sizga. Japa chekdingiz. Yo'q, kim yo'q? Alam bar, o'zlarim qilgan. Men chalim ana akimning jerlisi, dadamning jerlisi ekan deb жақсы ko'rib, kengесib jirg'ab o'tir. Qashqarga borganda soni ana endi Yusufning dadasining tuğustari nemet ketgan chiqar, jo'q qo'y jo'q bo'lsa soni izdew kerak bo'lib o'tir, izlab topamiz. Balasini to'g'ri kerak bo'lib o'tir, qanadarini. To'g'ri. Sizlar qachon to'y qilgan, qanchinchi yil to'y qilgandinglar? Biz ba 87 to'y bo'ldi. 87-yili. Qaynotangiz 86-yili qaytish bo'ldi. Biroqda menga ana qog'ozga yozib ketibdi. Lekin siz qaynotangizni bildikansiz, unutib qolmabsiz. Unutmayman. Ko'rdim. Ana qaynotamiz bizning ulkan molda kishi bo'lgan. Mana avurgan kishilarni jazat, duoga jasaydi, tumar jazat. Bunday ko'tarilib avurgan kishilarda tavuqqa ko'shirib avruun. Sonda ulkan kishi bo'lgan. Sonda bizning mening aka-sheshim bilan damdish tamir yurgan. Mening ana Yusufning жаңғыз ағасы bo'ldi, qaytib ketdi. Сол kishi o'qiydi. Tershi ana kishi neminеше жазып кетті әгі. Ләтінше. Соны оқиды. Сонда оқығанда сонда естідім. Мен үйде жүргенде, мен қыз бала болып үйімде жүргенде, қайнатам біздің үйге барып қонатын. Сол кезде айтып отыратын. Мен сөйткен, мен содан келдім деп. Сонда біз бірақ тілін ұқпаймыз. Ұйғырша сөйлейді. Қайнатыңыз ұйғырша демді? Ұйғырша сөйлейді. Қазақша сөйлемейді, ұйғырша сөйлейді. Інім қалды. Әпекем қалды, қарындасым қалды деп іздеп тұрды. Қашқардың Женсай деген жерінде деп тұрды ғой. Мына менің үлкен ұлым, келінім, қызым, келінім, ұлым, қызым. Мынау ағаң үсіп, мынау мен, мынау жаңағы ұлым, мынау менің жаңа кітек қызым, мынау немерем. Атысы неме, ісме? Аты Бауыржан. Мұхаммед Әли, Ұйғыржан. Мынау Аппақожа. Аппақожа. Үсіптің әскерге барғанда. Yusufjon akasының әскерге барған ма? O'qishmay qoldik, endi dadam o'zi aytib o'tiradi-da, endi son dadam aytganda endi sol bir ağam var, bir akam var deb. Sodan keyin endi onda biz kichik bo'ldik. Dadamning ko'p narsa so'ray olmadik-da endi. O'qisolmay qoldi. O kishining
endi tuqqanlarini surashtirib, ular Qashqarga da bormadik. Son tuqqanlarini topmadik, surashtirib. Taq bilmaymiz yaxshi. Bilmaydi bo'lganidan keyin, o'qib bo'lganidan keyin yaxshi. İzlegemizde yok. Oğusterde biz nima endi surashtirib bir-birimizni tavshalmadik. Yusufcan aka, sizning dadangiz qaytish bo'lgan vaqtida siz qancha yoshga kirgandingiz? Men dadam qaytish bo'lgan vaqtda 19 yoshda bo'ldim. Dadangiz bilan siz 19 yil birga yashadingiz, birga turdingiz, shunami? Birga bo'ldim. Shu 19 yil jarayonida siz dadangiz bilan odatda qozoqcha paranglashamiz yoki uyg'urchami yoki mo'ng'ulchami? Dadam bilan uyg'urcha paranglashamiz. Dadam uyg'urcha söyledi. Qozoqcha til yo'q dadamda, uyg'urcha. Ha. Dadangiz mo'ng'ulcha o'rganganmi? Dadam mo'ng'ulcha söylemeydi, uyg'urcha söyleydi. Uyg'ur so'zlaydi, lekin mo'ng'ulcha biladi. Bildi. Qozoqcha biladi. Biladi, qozoqcha biladi. Uyg'urcha söyleydi. Dadangiz Mong'oliyaga kelgan vaqtda qancha yoshga to'q? Dadam Mong'oliyaga kelganda 11-12 yoshida kelgan o'xshaydi. Sol 11-12 yoshida kelgan o'xshaydi. Shu chog'da dadangiz bilan yana qancha odamlar, qancha Uyg'urlar Mong'oliyaga kelibdi ekan shu vaqtda? Shu vaqtda endi dadam bilan birga kelganda endi bir o'zim bilan birga bir yerdan kelganda 7-8 adam kelyapti. Bir-ikkovsi o'rmon tog'ayning ichida adasib qolgan bo'ldi. Sodan 5-6 birga ketdi. Kichik bolalar. Dadam bilan paranglashganda shunda aytdi. Ag'am ba, To'xtixon degan acham ba dedi. Dadam. O'zini tuqqan, birga tuqqan ekan. Dadangiz qancha bola ekan? Dadam 3 va 4 farzand. 4 farzand. Endi ag'am Xunaxon. Xunaxon. Acham To'xtixon dedi. To'xtixon. Yalnız bir acham bor. To'xtixon deb shunda aytibdi. Paranglashib, dadam bilan paranglashganda dadam shunday aytdi. Mahallada sizdan bilak Uyg'urlar bormi? Sizdan boshqa Uyg'urlar bormi? Abduraxt degan akamiz bor. Qanchalik Uyg'urlar bor? Qancha Uyg'urlar chiqadi? Endi Maosda mana 30 kilometrda. Endi sol burungi Uyg'urlardan bo'lsa, endi tuqqanlar endi balasi deganda bir düzgü tayav uy bor. Hozir bu yerning ismini Xopti deymiz-ku? Xopti. Ama shu Xoptida 100 Uyg'urlar bor. Xopdaning tuvinde endi bir 20 day Uyg'ur bormiz. 20 dak Uyg'urlar. Boshqasi buna nemledi? Buntsum. Buntsum degan Taranda. Taranda. Tarandami Uyg'urlar bor? Tarandami Uyg'urlar bor. Ular sizlar odatda izlashib turamsizlar. O'zdeshib, kezdeshib. Masalan, hayit bayramlarda bir yerga yig'ilishib, ko'rishib, paranglashib. Bundan keyin fursat bo'lib qolsa aka, xabarlashib turaylik. Sizni Qashqarga olib dadangiz cho'ng bo'lgan, tug'ilgan yerni ko'rsatib, aylanib, bizning uyga berib, tuqqanlar bilan ko'rishib. Bundan keyin urug' tuqqan, qon qarindosh bo'lib o'taylik aka. Men mishak kelib siz bilan ko'rishib shunchalik ta'sirlandim, hayajonlandim, shunchalik xush bo'ldim. Bundan keyin izlashib turaylik. Yaxshi. Sizni Qashqarga berib boqmagan, lekin dadangiz sizga Qashqarni so'zlab bergan. Shuni siz Qashqarni bildingiz. Hozir siz qayerdingiz? Qashqardan deydi ekansiz. Siz kim bo'ldingiz? Men Uyg'ur deydi ekansiz. Garchi o'zingiz berib boqmasangizmi u Qashqarga, Uyg'urlar boya cho'ng bo'lmasangizmi, o'zingizning Uyg'ur ekanligini unutib qolmabsiz. Qashqarni unutib qolmabsiz. Shuncha xush bo'ldim. O'zingizning kimligini bildi ekansiz. Men Uyg'urman deb bir ayta bermaydi. Hammasi Uyg'urman men deb aytmaydi. Aytmaydi. Bundaqdir. Men shunda hozir kimga desa men Uyg'ur, men Qashqar deb turatmadim. Sodan mana qozoqlarma hammasi meni bildi. Yusuf akam Qashqar. Men xotin emasman, Qashqarman deydi.
Men o şopirman dedi, Mishal bir Uyg'ur ba deb. Bildikan sizni. Qancha Uyg'ur ba desam, bir Uyg'ur ba deydi. Sizni bildikan. Agar siz hozir menga deb berdingiz, 100 Uyg'ur ba dedingiz bu atrofda. Demek sizlar kim bildikan? Siz odatda men Uyg'ur, men Qashqardan degandan keyin, avval sizning Uyg'ur ekanligingizni biladi. So'ng boshqalar so'rasimi? Ha, Uyg'ur ba bu yerda. Mandaq Yusuf akamiz ba deb darhol deb berdikan. Mo'ng'ullama bildi meni. Ha, bildikan. Ha, bildi. Mushu mahallada bir Uyg'ur akamiz bor ekan. 80 yosh kiribdi shunaqa. Abdurahmon emasmi? Abdurahmon. 80 yosh kirdimi? Ha, kirdi 80 yoshda. Uyg'ur tilini ravon so'zlaydi ekan. Xanzul tilini ravon so'zlaydi ekan shunaqa. Biz ata bir yo'qlab chiqaylik. Akamiz bilan ko'rishib, paranglashib. Xayrli sahar do'stlar. Tong otdi mana. Mavo akamizning oilasi, o darvoza. Inkize mavo nima bilmay qoldim. Inkize arqa oilasi qaraydigan bo'lsak, miyada bir suybans bor ekan. Mushatini suv tatib ichadigan o'xshaydi. Inkize mayoq qaraydigan bo'lsak, mayanda bir qancha qo'tonlar bor ekan. 3 ta qo'ton bor ekan. Burun akamiz mol chorvalarni boqqa o'xshaydi. Hozir akamiz nihoyat aldirashgan. Ham shu shahardan chiqib tijorat qilgan. Ya'ni baqqallik qilgan o'xshaydi. Qo'g'on, tavuz, miyut, chiva degandek. Ankiza akamizning arqa oilasiga qaraydigan bo'lsak mana. Shunchalik kangri, bir 2 mo bizga bo'sh yer bor ekan. Ankiza texmi yiroqqa nazar solgan bo'lsak, nurg'unlagan kigiz uylarni ko'rdik ekanmiz mana. Akamiz aytgan sahar soat 6 bilan chiqayotgan Mong'oliyaga. Hozir akamizning yanagi maqdoq. Ama şimdi yurtdepchiga ilet apchika. Yusufjon akamiz ovqat qildigan men bozorga keldim do'stlar. Qaranglar. Mavo akamiz savdo qilgan bozor ekan. Mavo akamizning do'koni, qaranglar. Hamma mevchi bor ekan. Baranga, piyoz, kolleksiya, ma chamg'u ekan. Ma chamg'u qayerdan kelgan? Ana, biroq Mo'ng'ul. Hammasi Mong'oliyaniki ma. Rahmat. Yaxshi ekan matoz. Sizmi Uyg'urga o'xshayotgansizg'o? Uyg'ur. Uyg'urmisiz? Uyg'ur. Ismingiz nima? Mening Aypekin balasi, Yusufning og'asining balasi. Uyg'urlar chiqqan-ku mavazada. Uyg'urga o'xshaymi ekan? Ha? Soqollaringiz o'xshaydi ekan, ko'zingiz o'xshaydi ekan. Mendan soqol bor qarang. Ma Uyg'ur qarindishimiz ekan. Lekin Uyg'urcha bilmaydi ekan. Dadasi qaytish bo'pti allaqachon. Hammalar bilishinglar mumkin. Yana 150 yil burun, 200 yil burun tarixlarda materiallar so'zilishicha shu Mong'oliyaga nurg'ulg'a Uyg'urlar kelib, qandaq tirikchilik qilish, qandaq dehqonchilik qilish, qandaq meva ko'ktatlarni yetishtirish to'g'riliq shularga o'rgatgan. Shu chaqdagi Uyg'urlarning avlodlari ham bu. Hisobda 1920-yillari yoki 1870-60-yillari oldi bir asr yoki 2 asr bo'lganlar. Siz Qashqarni bilamsiz? Men Qashqarlik bilan. Qashqarlikmi? Menmi Qashqardan? Dadam Qashqardan kelgan. Qashqardan kelgan. Uyg'urchani ravon bildigan Uyg'urlar bormi? Uyg'urcha bildigan Uyg'urlar bormi? Yo'q. Mishal 80 yosh kirgan bir Uyg'ur akamiz bor ekan. Shuni uyusiga mangdoq. Akamiz bizni keldi. Akamizning uyi Mayoqda. Chunki bu akamizning uyi Miyada ekan. Bu akamizning ismi Abdurahmon ekan. Hozir 80 yosh kiribdi. Ma Abdurahmon Uyg'ur akamizning uyiga keldik. Ma Yusufjon akamiz bizni boshlab keldi. Mong'oliyaga oxirgi kunimiz. Bugun vatan qaytamiz. Vaqt aldirashchilikda akimizdan yana uzoq turolmagan bo'ldi. Agar vaqt bo'lgan bo'lsa, aka, yaningizda bir 2 kun siz bilan birga turib, sizdan paranglashib qilgan bo'ldi.
Fırsat olsa yine kilermiz. Bu akımızın ismi Abdurrahman ken. Dadısı burun. Mongolia ketken Xotan'da. Hazır 82 kirdiniz mi? Şu hazır kısqagan bir ko'rishib lakin vatan qaytmoqchi. Tinan salomat bo'lsin aka. Rahmat sizga. Qadir degan kisi, mana kisi Nurahun degan kisi. Nurahon Qadir. Anamızın dadısı. Turpallı. Anniki Qadircan degeni sizin Dada chon dadan. Abdurrahman akimizin chon dadısı. Bo'mizdan dadısı ekan. Anniki zamava chon dadısı ekan. Siz Xotandanmi aka? Xotandan qayerdan siz? Qarqashdanmi? Men Qarqashga bargan 13-joyda. Sizin dadınız mush Mongoliya kelganmi? Qanchinchi yili? Anası ve gelgen Mongolya. Ayoli bilan kelgan. Komşu sak koyduk. Sizin sıram ekan men Dostlar biz qaytılgan bo'ldik vatanga. Qashqardan kelgan akimizning o'g'li, misha tug'ilib misha cho'ng bo'lgan. Ma ayoli hadimiz bo'ldi. Akimizning dadasining ismi Yasinjon-ku? Yasinjon o'zi Qashqardan. Tunuygan do'stlarimiz kelib qolinglar. Yasinjon akimizning, ma akimizning cho'ng dadasining ismi Mahmudjon ekan. O'zi Qashqardan bo'ldi ekan. Yangsardanmi aka? Dadamiz Yangsardan. Mongoliya kelgili bir asr bo'pti mana. Qashqarga olib beraman sizni.